Assalomu alaykum Samandar aka. Assalomu alaykum. Va assalomu alaykum MK Samandar kuzatuvchilari. Va biz bugungi videomizda MK Samandarga beriladigan bir qancha savollarimiz bor. Aynan agar siz tradingda minus qilib yurgan bo'lsangiz yoki shu tradingda anchadan beri shug'ullanayotgan bo'lsangiz va bir qancha savollaringiz bo'lgan bo'lsa, aynan shu savollaringizga javobni bugun aynan Samandar akadan olamiz. Xo'p, unda boshlasak bo'ladi, to'g'rimi? Boshlaymiz. Xo'p, Samandar aka, bizga tradingda qayerdan boshlaganligingiz haqida aytib bersangiz. Xo'p, birinchi tradingni shu 2017-2018 yil atrofida boshlaganman. Buni shu YouTube kanalimda yaqinda ham qo'ydim. Bundan bitta oldingi videoda ham shu aytib o'tdim. Nechinchi yil boshlaganman. Hammasi bo'yicha to'liq ma'lumotlar berdim. Yana qisqacha aytib o'taman. Shu 2017-18-19 atrofida boshlagandim. Aniq esimda yo'q. Birinchi kripto valyuta yo'nalishida boshlaganman. Kriptovalyutalarni sotib, mana shunaqa shaklda boshlaganman. Undan keyin 2020 adashmasam forex sohasiga kirib kelganman. Agar esla olsangiz, birinchi savdoingiz haqida aytib bera olasizmi? Kriptoda ham va forexda ham. Forexda aniq esimda yo'q, savdoim, lekin kriptoda aniq esimda. Qo'limda, u payt maktabda o'qirdim. Qo'limda iPhone 11 telefoni bor edi. O'sha iPhone 11 telefonida savdo qilganman. $500 bilan uni $800 qilganman. Keyin shu bilan 11 ni sotib 12 Pro Max telefonini olganman. 12 Pro Maxmi, 13 Pro Max olganman. Ya'ni birinchi daromadim savdoyim shu $500, $800 qilganim bo'lgan kriptovalyuta sohasida. Hissiyotlar qanaqa bo'lgan shu birinchi daromadda? Endi u payt hissiyot bo'lmagan, xursand bo'lganman o'zim. O'sha birinchi daromadimni topganimdan, mana shu birinchi o'zimni nima desa bo'ladi, nimagadir erishgan anaqa, mana shu telefon bo'lgan. O'sha esimdan chiqmaydi hech. Tushunarli. Endi treyderlarni yangi treyder boshlaganlarda barchasida pasti xato bo'ladi. Shunga siz eng katta xatoyingiz nima bo'lgan va undan qanday saboq olgansiz? Forex ham, kriptodan. Ikkosida ham, agar iloji bo'lsa. Xo'p, kriptoda menda unaqa katta yo'qotish bo'lmagan. Chunki u payt katta pulim ham bo'lmagan meni savdo qilishimga. Forexda bo'lgan katta xatoyim. Ya'ni uni xato desa ham bo'ladi, xato demasa ham bo'ladi. Ya'ni qanaqasiga? U payt meni o'sha bitta strategiyam bo'lardi. O'sha bitta strategiya, endi trading o'rganayotgan paytlarimda, o'sha xabarim bor paytlarda o'sha strategiya orqali men adashmasam 5000 yoki $10,000 investitsiya qilganman forexga va 36,000-$35,000lik o'zimga BYD Khan xarid qilganman. Agar montajda iloji bo'lsa qo'yib yuboramiz uni ham. Shu BYD Khan o'zimga xarid qilganman. Limited edition, yashil. Va Li 9 ham bor edi, keyin Xanim ham bor edi. O'sha Xanni o'zimga kak sovg'a qilib, shu forexda eng katta daromadim sifatida shu $35,000 ana qilganman. 2 haftada adashmasam topganman. Kimta challenge o'tkazganman o'zim uchun. O'sha $35,000 $100,000 qilish bo'yicha va o'sha meni katta xatoyim bo'lgan va hammasini slif qilib yuborganman. To'yist hammasini emas, o'sha $10,000 ga yaqin pul qolgan. Ya'ni o'sha boshlang'ich 2 haftada Xan $10,000 mi shunaqa tashab Xan olgan bo'lsam, keyin u Xanni olib turib, o'shani 100,000 ga chiqaraman deb Xan prosta yo'q bo'lgan, boshlang'ich investitsiyam qolgan. Chunki o'zimni qo'pol qilib aytganda ochko'zligim o'sha paytda va to'g'ri strategiya tanlamaganim, to'g'ri savdoga kirmaganim o'zimning aybim bo'lgan. Ya'ni kattaroq lotlar bilan savdo qilganman. Shunaqa. Tushunarli. Shunaqa atrofimda ham shunaqa odamlar bor. Yaqinda shu tradingni boshlaganlar, ularning ko'pchiligi slif bo'lib ketadi. Shunga sizni 90% slif qiladigan treyderlarga maslahatingizni bersangiz. 90% treyderlarga slif qiladigan maslahatim, xo'p, o'zi bu ko'p savollaringiz, shu tuzgan savollaringiz o'tgan videoda hammasiga javob bergan ekanman. O'sha bundan oldingi videoyimizda MK zonasi bo'yicha slif qilmaslik bo'yicha o'sha kichkina videocha tayyorlagandim. Iloji bo'lsa montajda o'shani qo'yib qo'ysanglar, qaysi videoligini kirib ko'rsa, aynan MK zonasi bo'yicha daromad qilish, slif qilmaslik bo'yicha juda katta video bo'lgan. Xo'p, unga ham yana qisqacha bu videoda ham o'sha savolingizga javob etaman. Birinchi narsasi, ming qo'lida strategiya bo'ladimi, yo'qmi, opitni trader bo'ladimi, yo'qmi, katta lotda ishlash kerak emas. Katta lot, katta foyda va katta zarar.
Katta lot bizani azartga ham olib kirib ketishi mumkin. Ya'ni 90% treyderlarni o'sha bitta narsasi hissiyoti. Katta lotda savdo qiladi, miyasiga singib qolgan $100 tashlab $1000 qilaman deb. Bir marta qilar, ikki marta qilar, lekin oxir oqibat o'sha xuddi qimorga o'xshatib 10-15 barobar pulini ya'ni yechib olishadi kerak bo'lsa. Mana shu katta lot ochganligi sababli, keyin marjasi katta bo'lganligi uchun, keyin leverage katta bo'lgani uchun tavsiya qilgan bo'lardim azartga kirmasdan o'zi uchun kerakli foizlarni belgilab kichkina lotda savdo qilishligini tavsiya qilib qolardim. Xo'p, menda shunaqa voqea bo'lgan. Bir ayol bor edi. O'sha turmush qurgan, boshida eri bor. O'zini ham bir qancha puli bor ekan va qayerdandir o'zi forex o'rgangan, bilmayman qayerdan, lekin shu o'rganib slif qilib yuborgan, короче, o'zi bor pulini slif qilib yuborgandan keyin bankka borib turib, uni qaytarish uchun, birinchi pulini qaytarish uchun bankka borib kredit olgan katta miqdorda. Olib, uni ham slif qilgan, lekin bu haqida eri bilmaydi. Qayerdadir yana ishlashni boshladi, ishlaganiga topgan pullari uyga kirmaydi. O'sha erida ham podozreniya bo'lgan, surishtirishni boshlagan. Shu bilsa, o'sha forex deb tiqib yo'qotib yuborgan, shu bilan bu ajrashishgacha olib kelgan. Men savolim shuki, shu o'zingizni ketma-ket agar o'sha minuslar bo'ladigan bo'lsa, siz hissiyotlaringizni qanday boshqarasiz? Xo'p. Nafaqat hissiyotlarim va bunaqa vaziyatda nima qilish kerakligi bo'yicha qisqacha aytib o'taman. Shaxsan o'zimni savdo qanaqa bo'ladi? Hamma treyder baribir nima desa bo'ladi? Minus qiladi, ya'ni savdosini minusda yopadi. Bu odatiy hol. Lekin ba'zi bir foiz hisob-kitob bor, bu ya'ni matematika. Misol uchun, oyiga o'zingizga plan qo'yib olishingiz kerak. Misol uchun, meni hisobimda $10,000 pul bo'lsa, men 10% har oy daromad topishim kerak. Bu degani o'sha menda $10,000 bo'ladigan bo'lsa, bu $1000 ga to'g'ri keladi foizda. Ya'ni 10%. Bu yoqda misol uchun bir kuni $200 topishim mumkin. Bir kun $100 minus qilishim mumkin, misol uchun. Yoki $50 foyda qilishim mumkin. Men nima qilaman? To'shda o'sha 10% daromadini topganimdan so'ng qolgan savdolarimni iloji boricha kamroq lotda kichkina risk qilib ishlashga harakat qilaman. Siz aytgan hodisa bo'yicha shaxsiy fikrim, u odamni 1-2 bo'lmasligi aniq sabab, chunki o'sha u tradingda u savdo qilmayapti, u forexda savdo qilmayapti, u faqat qimor o'ynayapti. Bu holat, siz aytgan holat qimorga kiradi. Topgan pulini faqat investitsiya qilmaydi, qimorga tikadi va hammasini yutqizadi. Bu holatga men javobim bu ular qimor o'ynayapti, ular tradingda savdo qilmayapti. Shunda, xo'p, risk management haqida gapirayotgan bo'lsak, siz shu bitta trade qilganda qancha risk qilasiz? Qiladigan riskim. Shunaqa. Har bitta bitimga uzog'i bilan 2% risk qilishga harakat qilaman. Bu shaxsan o'zimni qiladigan o'sha risk management sirim. Xo'p. Shunda siz ko'proq nimaga tayanasiz? Fundamentalmi yoki texnik analizgami? Xo'p. O'zi trader ham fundamental, ham texnik analizni yaxshi bilish kerak. Men ko'proq texnik analiz bilan shug'ullanaman. Ya'ni MKS zona o'zimni o'sha shaxsiy strategiyam bor. MKS zona strategiyasi u bizda asosan o'sha texnik analizga moyillashgan hisoblanadi va hozirgi oxirgi 1 yil davomida faqat mana shu MKS zonasi, ya'ni texnik tahlili bilan ishlab kelyapman. Shunda bir kunda tradingga qancha qancha vaqt sarflaysiz? O'rtacha olib aytganda, men xohlagan paytim savdo qila olaman. O'zim o'sha MKS zona strategiyam bilan xohlagan paytim bozorga kirib, savdo qilib chiqib keta olaman. Bu meni o'zimning shaxsiy xohishimga bog'liq. Menda qo'limda strategiyam bor, xohlagan paytim savdo qilaman, xohlagan paytim savdodan chiqib ketaman. Xo'p, shunda endi boshlayotgan treyderlarga nima maslahat berasiz? Ular o'zlari o'rgangani yaxshimi? Misol uchun mustaqil YouTube'da yoki qanaqadir platformalardan yokida qanaqadir kurslarga borishni maslahat berasizmi? Xo'p. Hozirgi paytda trading noldan o'rganish muammo emas. Chunki men o'zim ham почти 2-3 oyda bir marta yokida 2 oyda, 1 oyda bir marta bepul обучение, ya'ni kurs tashkil qilaman. U yoqda shaxsan o'zim bepul obunachilarimga tradingni noldan o'rgataman.
hozir YouTube'da ham, Instagramda ham, boshqa treyderlar ham bor. Mana shu tradingni noldan o'rgatayotganlar. Juda ham ko'p. Tradingni hozir noldan o'rganish muammo emas. Endi yangi boshlayotgan treyderlarga faqat bitta maslahat beraman, yaxshi strategiya o'rganishini. Chunki hamma misol uchun savdo ochib yopishni biladi, take profit stop loss qo'yishni biladi, hisobidagi pulni kirgizib chiqarishni biladi, bir xil fundamental tahlillarni ham biladi, lekin qo'lida aniq strategiya yo'q. Men tavsiya qilardim, yaxshi strategiya iloji boricha topishligini va o'sha strategiyani mahkam ushlab ishlashligini so'rab qolgan bo'laman. Hozir boshida aytib qoldingiz, stop bepul deb. Demak, o'zimiz ham bemalol kirib, masalan, men ham kirib bepulga o'rgansam bo'ladi. Da, bepulga o'rgansangiz bo'ladi. Siz shu anaqaga qo'yib qo'yamiz, shu YouTube'ga qo'yib, men linkini beraman sizga, opisiyaga bepul kursimizni linki bor o'sha yerda. Ya'ni noldan o'rganish mumkin. Bemalol obunachilarimiz. Da, umuman tushunmaydigan odam ham kirib o'rganishi mumkin. Zo'r bo'lardi. Xo'p, endi obunachilarimizga biroz motivatsiya bersangiz, shunaqa savolimiz bor. Sizni shuncha yillar davomida shu trading qilishingizga nima undayapti? Trading qilishimgami? Xo'p, men o'zim nima desa bo'ladi, miyamni taniganimdan beri, o'sha esimni taniganimdan beri faqat trading sohasidaman. Nimaga? Chunki misol uchun hamma kabi o'sha siz eshitgan, obunachilaringiz ham eshitgan gap erkinlik. Keyin xohlagan paytda ishlaysiz, xohlagan paytda ishlamaysiz, o'zingizga xon, o'zingizga bek va nima desa bo'ladi? Shu qulayligi, keyin yuqori daromad, eng muhimi, oilangiz bilan siz yoki shu yaqinlar bilan bemalol bo'la olasiz. Shu pulni trading sohasida ishlasangiz, topsangiz bo'ladi. Men o'zim shiorim bor, pulni bemalol topsa bo'ladi, lekin vaqtni topish iloji yo'q. Misol uchun, vaqtni orqaga qaytara olmaysiz, lekin pulni ishlab topsangiz bo'ladi. Endi bilamiz, O'zbekistonda juda ham ko'p treyderlar bor. Har bitta odamning o'zini qanaqadir ajratib turadigan fishkasi bor. Xo'p, sizni shu boshqalardan ajratib turadigan narsangiz nima? Men boshqalardan ajratib turadigan narsam, xo'p, endi bilmasam, men misol uchun adabiy tilda emas, iloji boricha jaydari tilda gapirishga harakat qilaman. Yana nima desa bo'ladi? Men hozirgi paytda ajralib turadigan narsam, xalqqa ko'p narsani tekinga ulashaman. Ya'ni misol uchun bir xilli payti kelsa o'sha noldan tradingni ham kurslarini sotadi, anaqa qiladi. Men obunachilik iloji boricha bepulga berishga harakat qilaman. Hozirgi paytda ajralib turadigan narsam MK zona strategiyasi. Chunki birga bir ishlab beryapti. Mana hozir shu bilan ko'plab tanishyapti forex treyderlar. Hozir ham o'zim ham aytib o'tganimdek, videoning boshida juda ham zo'r ishlab beryapti. O'zim ham ko'rdim. O'zim bo'lsa vaqti bilmayman trade qilishni. Shu boshida shu buy sell deb bilaman, shu limitlar qo'yishni bilaman xolos. Lekin shu strategiya bo'yicha normalniy ishlab beryapti. Shunaqa. Xo'p, endi shu tradingda keyingi katta qadamingiz. Tradingda katta qadamim, misol uchun keyin nima o'sha trading orqali nimalar olmoqchisiz misol uchun? Shu katta qanaqadir maqsadingiz bor, to'g'rimi? Maqsadim uchun olib qo'ygan. Maqsadim bor. Meni hozirgi kelajakdagi katta qadamlarimdan biri birinchi navbatda O'zbekistonda shu moliyaviy holat bo'yicha kattaroq moliyaviy bilim berib, kattaroq darajalarga olib chiqish xalqimizni. Chunki bizani ko'pchilik odam kuzatadi baribir. Yosh bo'lsam ham maqsadim shu trading bo'yicha odamlarning moliyaviy savodxonligini yuqoriroq cho'qqilarga olib chiqish va hozirgi paytda aynan 2025-yildagi eng katta maqsadlarimdan biri mana shu hozir bilyapsiz, infotsigarlar ko'paygan, ya'ni info lo'lilar, undan tashqari mashiniklar. Bu narsa nima? Bu narsani o'zingizdan bilsangiz kerak. Tradingga niqob qilib olib, odamlarni xalqdan pullarini ishlayotganlar. Ya'ni tradingda pul ko'paytirib beraman, mamuncha qilib beraman, pulingizni mamlaqa qilib beraman deb yoshu qarini hammani aldayapti, naqyapti. Shu bilan kurashish, ya'ni bu kurashish deganga katta maqsadlardan biri tradingni odamlarni o'zligisi o'rganishsin, o'zlarini pulidan o'zi ko'paytirishsin degan maqsad. Даже o'zim ham ko'raman shu ijtimoiy tarmoqlarda, hali bilmayman rostmi, yolg'onmi, qanaqadir premium live ko'rsatadi, luxury live ko'rsatadi, qanaqadir qimmat mashinalarda, shunaqa. Bari oxir-oqibat bilmayman nimaga olib keladi bu narsa. Xo'p, keyingi anaqaga o'tadigan bo'lsak, savolga o'tadigan bo'lsak, уже
videolaringizni ko'p ko'raman. Shu kommentariyalarni ba'zida o'qib chiqaman. U yerda yozishadi, что shu O'zbekistondagi ba'zi bir treyderlarning ismini aytadi, что siz shunda o'qiganmisiz yo shunaqa gaplar. Yoki siz hammasini o'zingiz o'rganganmisiz yoki rostdan ham ular aytgandek shu mentoringiz bo'lganmi? Xo'p, menda O'zbekistonda hech qanaqa учебный centrda o'qimaganman. O'zbekistondagi bitta ham treyder misol uchun o'quvchisi emasman. Aynan o'sha aytib o'tgan odamlaringizdan o'rganmaganman, ya'ni o'sha o'zbekistonlik treyderlardan bittasidan ham. Men o'zim tradingni noldan o'rganib kelganman va men asosan strategiya sotib olaman va bilimlarimni, ya'ni stajimni yangilaydigan bo'lsam, chetda yangilayman, ya'ni Dubayda. Ya'ni men Dubaydagi treyderlardan, endi Dubayda bilasiz, juda katta anaqa butun treyderlarni joyi deb atasa ham bo'ladi. Ko'plab treyderlar shu Dubay o'zi uchun nima desa bo'ladi, dam oladigan maskan qilib olgan. Hamma treyderlar o'shda, o'sha yerga borib, biz malaka oshirib, yangi strategiyalar, yangi bilimlar bo'ladigan bo'lsa, malakamizni o'shda oshirib kelamiz. Nimalardan ko'rganman, shu ijtimoiy tarmoqlaringizda. Uni ko'plab konferensiya yurasiz, shu Dubayga borganingizda har doim shu nimalarni ko'raman siz konferensiyalarda. Aynan videolaringizda aytmoqchiman. Xo'p, sizga keyingi savolim, siz aytib o'tganingizdek, kriptoda ham shug'ullangansiz, foreksda ham shug'ullangansiz, lekin savol shuki, sizga ko'proq qaysi biri yoqadi? Kripto bilan shug'ullanishmi yoki foreksdan yo aksiyalarmi? Xo'p, aksiyalar bilan ishlab ko'rmaganman, xabarim bor, lekin umuman bu sohadan, aksiya sohasidan yiroqdaman. Kripto sohasida ham bu yo'q 4,5 yilcha staj bor, yo'q emas, lekin menga hozirgi paytda eng yoqayotgani foreksda savdo qilish, ya'ni USD JPY, undan tashqari yevro dollar va tilla. Mana shu forex sohasida menga savdo qilish qulayroq va hozirgi paytda yoqayotgani shu. Lekin kripto sohasida ham haligacha aktivmiz. Undan ham kichik bo'lsa ham daromad qilib kelamiz. Ya'ni uzoq muddat kriptolarni saqlash, arzon paytida sotib olib, qimmat paytida sotish. Lekin kunlik daromad bo'yicha hozirgi paytda yuqori daromad qilib kelayotgan soham bu forex sohasi. Shunda siz o'zingiz bilan jurnal tuzib olganmisiz? Misol uchun, bir kunda shuncha savdo qilaman yoki shu analizlaringizni yozib borasizmi? Bu agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, bu qanchalar to'g'ri? Har bir treyder o'zini nima desa bo'ladi, kichkina portfelchasini tuzish kerak, ya'ni qilgan xatolari, minuslari, foydalari, bularni yozib olish ham to'g'ri, siz aytgandek, lekin yozib olish hozirgi paytda nima desa bo'ladi, eskiri sanqirta desa ham bo'ladi. Ya'ni hozirgi paytda bilasizlar, har xil saytlar bor, foydalaringizni, qiladigan natijalaringizni o'zi tayyor hisob-kitob qilib tuzib beradi. Siz faqatgina u bilan to'g'ri ishlasangiz bo'ladi. Men shaxsan o'zim to'g'risini aytaman, yozib yurmayman. Men o'zimning qo'ygan maqsadim bor. O'zim qilgan savdolarimdan, historiyalardan ko'rib hisob-kitobini o'zim qilib chiqaman. Ya'ni yozib yurmayman, lekin yozib yurishni tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi savol, shu tradingda endi boshlayotganlar haqida u ham. Ko'pchilik shu endi boshlayotganda juda ham ko'p bir kunda savdoga kiradi. Nima deydi? Over trading deydimi? Shunaqa. Bunga siz qanday qaraysiz? Xo'p, juda ko'p savdoga kirishi, misol uchun, har xil treyderlar bor. Bir xillar oylik savdo qiladi. Day trader bor. Misol uchun, bir xillar yillab anaqa qiladi, bitta pozitsiyasini ushlaydi. Ya'ni aytib o'tmoqchiman, bir kunda misol uchun 15 martalab, 20 martalab, 20 punkt, 30 punkt tillada yoki anaqalarda savdo qilib yopadi, ochadi, yopadi, ochadi. Men bunga mutlaqo qarshiman. Ya'ni aytib o'tganimdek, bu chista qimor. Azgina yuradi, yo'qoradi, katta lotda, azgina yuradi, ochadi, slif qilib qo'yadi, shotini yana xuddi shunaqa qiladi. Ayniqsa shu aytayotganingizdek boshlang'ich treyderlarda shunaqa. Lekin men o'quvchilarimni unaqa, ya'ni boshlang'ich o'sha aytib o'tganimdek bilim beraman dedim, noldan. Ularni men qanaqa tayyorlayman? Haqiqatda kichik depozit, noldan o'rganishadi, savdo ochib yopishni bilsa bo'ldi va men ularga MKS zona strategiyasini taqdim etaman. Bir kunda bitta, uzog'i borsa 3 tagacha savdo qilishadi. Qiladigan savdosi, misol uchun, $100 bilan bir kunda $20, 15-10 dollar, kerak bo'lsa $30gacha foyda qilishadi. $100 pul bilan men o'quvchilarim. Tushunarli. Xo'p, keyingi savolim, hayotingiz bilan shu tradingda balansini qanday ushlab turasiz?
Xo'p, bu eng qiynaladigan narsam mani o'sha hayotim bilan trading, ya'ni hayotim degani oila, do'st, yaqinlar kiradi. Nu, asosan shu tradingga katta foizini tashkil qiladi. 80% desa ham bo'ladi. Lekin bu foizlarni 50 ga 50 tushirish xudo xolasa maqsadim bor. Lekin hozirgi paytda trading, ya'ni savdolarim, ishim kerak bo'lsa hozir noto'g'ri bo'lsa ham birinchi o'ringa qo'yilib qolgan. Bu narsani men to'g'rilamoqchiman, ya'ni 50 ga 50. Ano, nima desa bo'ladi? Yaxshi savdo qilsangiz, yaxshi daromad topsangiz, baribir nima desa bo'ladi? Bu sohaga kirishib ketar ekansiz. O'zi hamma erkak shu, ishini sevsa, yaxshi ko'rsa, yaxshi daromad keladigan bo'lsa, ozgina oilasidan chetlashib, o'sha ishiga sho'ng'ib ketadi. Lekin bu narsa noto'g'ri. Endi to'g'rilash harakatidamiz. Xo'p, shu videoda, shu podkastimizda juda ham ko'p MK zonasi haqida gapirdik. Endi buni yanada to'liqroq sizdan qanday osiy bo'ladi shu haqida shu obunachilarimizga aytib bersangiz, ishonaman shu ular ham shu MK zonasi bo'yicha qanaqadir ma'lumot yana kutishyapti. MK zona strategiyasi hozirgi paytda ham aktual. Menga ko'plab obunachilarim yaxshi natijalarni jo'natishadi. Ular xoh o'sha analiz kanalimda bo'lsin va o'quvchilarim ham bo'lsin. Menda o'zi 5 ta patok onlayn, undan tashqari 4 ta patok offlayn o'quvchilarim bor. Yaxshi natija qilganlari ham bor. 99%ni eta olaman, o'rgangan. Mana shu offlaynda ham, onlaynda ham daromad qilishgan demayman, ular o'rganishgan. Ya'ni tillarni qayerdan qayergacha yuradi, qayerdan qaytadi, qayerga tushadi, qayerdan kirish kerak, hammasini bilishadi. Aynan MK zonasida ishlaydiganlar. Endi MK zonasini o'rganish, baribir savollar kelib tushishi mumkin. Qanday o'rgatasiz, qanaqa bo'ladi deb. Bu narsani bu podkast emas, bu o'z nomi bilan podkast bo'la qolsin. Bundan oldingi videoyimda yana chiqarib qo'ysanglar, montajda YouTube kanalimda, shu MK Samandar YouTube kanalimda bundan oldingi videoyim bor. Aynan MK zonasi haqida batafsil ma'lumotlar berganman. O'quvchilarning natijalari, qanaqa risk qilish kerak, nimalar kerak bo'ladi o'rganish uchun. Обязательно aytib o'tganman, siz tradingda savdo ochib yopishni bilsangiz bo'ldi. Qolganini MK zonasini o'zi hal qiladi deb. To'liqroq hozir gapirsam gap ko'p, o'sha videoda to'liqroq ko'rib tushunib olgani ma'qul. Iloji bo'lsa opисаниеga ham o'sha videoni qo'yib qo'yinglar. Chiqsa ko'rib olishadi. Shuni eshitdim, shu webinar qilayotgan ekansiz, to'g'ri? Da, webinar va Telegram kanal bo'lsa kerak, menimcha to'g'rimi? Shu webinarga yo'naltiradigan. O'shani ham agar qarshi bo'lmasangiz, videoni ostiga qo'yib qo'ysak, obunachilarimiz ko'rib, ulanib olsa, nima deysiz? Bo'ladi, qiziqqanlar bo'lsa, biz o'sha webinar, bepul webinar o'tkazyapmiz. Bu narsani o'zi hali beri ochish niyatim yo'q edi. Eksklyuziv bo'lib ketib qoldi bu narsa. Tez kunlarda bo'ladi webinar ham, lekin qiziqadiganlar, hozir zaявка tashlaganlar halitdan ko'p. Hali biz e'lon bermaganmiz, o'sha zaявкаlar soni juda ham ko'p. Mayli, o'sha kommentariyaga, opисаниеga o'sha webinar linkini ham qoldirib qo'yasizlar. Обязательно kirib tanishib chiqishadi deb o'ylayman obunachilarim, xudo xolasa. Menimcha shu webinar bo'lgungacha vaqt oralig'ida ham foydali ma'lumotlar, obunachilarga bonuslar berilsa kerak, to'g'ri? Albatta. Men shaxsan o'zim notebook, telefonlar va undan tashqari o'sha bepul Telegram kanalimizda bor, foydali ma'lumotlar bo'ladigan o'sha Telegram kanallarimizdan ham o'sha webinarga yozilsa, o'sha yerda batafsil aytib o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, savollarim shulardan iborat edi. Menimcha obunachilarimizga ham juda manfaatli bo'lgandir, o'zlarining savollariga javob olgandir. Xuddi umid qilaman, savollarga javob olgandir. Shu bilan bugun podkastimizni yakunlaymiz. Rahmat obunachilar, xudo xolasa. Bizani kuzatganinglardan, chiroyli savollar yo'llagan ekansizlar. Shu bo'yicha mana webinarga to'liq anaqa podkastda to'liq javob berib o'tdik. Endi xudo xolasa yana ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga rahmat. Rahmat aka. Sog' bo'ling.